Assalomu alaykum hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgansizlar. Bugungi videorolikimiz Quva mol bozoridan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, olingan, sotilgan mollarning narxi, xunajin narxlarini yoritib o'tamiz. Laykni bosib gumburlatib qo'yasizlar. Xo'p, olinganlardan boshlaymiz. Mana shu xunajin o'zimga oldim 10.500.000 so'm. Mana xunajinda hozir olishdi 13.400.000 so'm. Ertalab 14 millionga bermoqdi. Xo'p, bu xunajinni ham o'zimga oldim 9.700.000 so'mga. Buni ham o'zimga oldim hurmatli obunachilar 10 million so'mga. Bu xunajin 11.5 million so'mga olindi o'zimizga. Navbatdagi xunajinimiz nech pul savdo qilishdi buni? 11.300.000 so'm. İnternetga so'rayman. Nomeringizni ayting qiziqqanlarga. Yo endi manda qiladi. Kim qiziqadi? Endi kim keladi? Kim qiladi? Telefon qilishadi. Uyga boradi. Ay, kelishasiz-da. SMS so'qinboq bo'lib qo'ygan. Aytasizmi nomerni? Hech aytmasim, so'raman, aytavering. Aytavering. 91 674 54 58. 674 54 58. Quvani qayerida? Mana Tolmozor yozib. Tolmozor, Quva Tolmozorda ekan. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib ko'rasiz. Daqa bloger bor. Mo'jizaviy kanal. Yo'q. YouTube'da kanalimiz bor. Mayli, qani. Aka nech puldan bo'ldi bular? Bugun endi 22.5 ga sotildi. Bu ikkovi jupi. Arzon bo'pti zo'r. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkalasi sigir qiladigan. 22.500.000 so'm yo'q. Sigir qilinadigan ekanlar. Nomerni qo'yib sotamiz. Sotasizlarmi? Foyda bering. Aytavering nomeringizni. Telefon bugun qilishadi. Ha, video qo'yganimizdan. Yo'q. 22.5 ga arzon bo'pti.